Məxfi uruş. Abdori Robert Spalding. 5. bab raqamlik janga. 1. qism. Алдыңғы бапта Xitayning o'zidagi jo'grafiyalik afzalligidan foydalanib, tabiiy mudofaa to'siq shakllantirganligini qayd qilgan edik. Halbuki Xitoy tor bo'shliqidami ana shu xil mudofaa sistemasini barpo qildi. Xuddi Xitoyning Amerika va uning ittifoqdoshlari bilan bo'lgan yiroq orliqi Xitoyni harbiy hujumlardan qo'g'dab qolgandek, Xitoyning hujum qilish qiyin bo'lgan yipiq internet sistemasi, ya'ni tor sattichinimi Xitoy uchun raqam qo'rg'iniliq rolini o'ynamoqda. G'arbda internet aloqa uchun barpo qilingan. Xitoyda bo'lsa internet Xitoy Kommunistik partiyasining qatmal, hokim mutlaq, ideyani qattiq tizginlaydigan tafakkuriga qat'iy bo'ysunadigan va uning sonliq ma'lumotlarni strategiyalik qurol sifatida ko'radigan tushunchasiga ko'ra boshqariladigan bo'lg'achqa, Xitoydagi internet aloqaga qarshi turish maqsadida barpo qilingan. Ya'ni Xitoyning tori mushu maqsadda barpo qilingan tor mudofaa sistemasidir. Boshqacha qilib aytganda, Xitoy tor sattichini Xitoy fuqarolarining Xitoy Kommunistik partiyasining nazarda xatarlik deb qaraladigan tor batlarga kirishini to'sish uchun yasab chiqilgan. Yana bir tarafdan, agar bu tor sattichinining sirtidagilar Xitoy ozodlik armiyasining raqamli qismlari har kuni qilgandek tor mulozimatini to'xtatib o'tish, yomon g'arazlik yumshoq detallarni ishlatitish yoki boshqa har qanday shaklda Xitoyga tor hujumi qo'zg'ash bilan shug'ullansa, Xitoy doiralari bu hujumlarni mazkur tor sattichinining sirtida to'sib qala oladi. Xitoy ozodlik armiyasi davlatga tava qo'shin emas, balki Xitoy Kommunistik partiyasining rasmiy bexatarlik tashkilotidir. Shu sababdan Xitoy ozodlik armiyasining 6139 qismi, ya'ni Xitoy armiyasining cho'ng tipliq tor urushi qismi Xitoy Kommunistik partiyasining ideologiyasi bo'yicha tizginlanadigan, ya'ni yatlarga qarshi dushmanlik pozitsiyasiga ega harbiy qism bo'lib, ularning vazifasi g'arbga har kuni to'xtovsiz chaqmoq tezligidagi tor tashviqoti hujumi qo'zg'ashdir. Mazkur tor qismi hozir Xitoyning cheklimsiz urush strategiyasining yadrosidir. Chunki Xitoy mazkur qismga ega bo'lganligi uchunla biz qo'shinlarni ishga selib yurmaymiz. Aksicha biz faqat tor jangchilardan foydalanib, dushmanlarning o'lini tavritib, ularning iqtisodiy va siyosiy sistemasini vayron qilamiz deya lavatidu. Bundaq qilishdagi maqsad mazkur tor qismining ta'siridan foydalanib, boshqa davlatlarning Xitoyning jamiyat qandaq shakllanishi kerak, xalqqa qandaq huquqlar berilsa bo'ladi, Xitoyga naf yetkazish uchun qandaq iqtisodiy tadbirlarni qo'llanish kerak degandek jihatlardagi qimmat qarashlarni qabul qilishga majburlashdir. Xitoy bu nuqtani ishga oshirish uchun millionlagan Xitoy fuqarosini yollab, xakerlikqa va tor kuzatchiligiga soldi. 2008-yili nurg'unlagan rasmiy tadqiqotlarda oshkorlanishicha, Xitoy hukumati bir parcha tor yozmasiga 5 mo, taxminan 7 senatdan pul berib, necha 10 minglagan Xitoy tor abonentlarini yollab, torlarda Xitoy Kommunistik partiyasining siyosatlarini yaqlaydigan, madilaydigan yozmalarni yozdirgan. Xitoy Kommunistik partiyasining siyosatlarini qarg'ulachi yaqlaydigan tordoshlarni tanqidlashda ishiltiladigan 5 mo'liqlar partiyasi degan atalg'u ana shu sababdan o'tirg'i chiqqan. 2013 yilga kelganda 5 mo'liqlar partiyasidagilarning soni shiddat bilan oshgan. Xitoy Kommunistik partiyasining o'z taratqullaridagi xabarlarda deyilishicha, Xitoy Kommunistik partiyasining tashviqot bo'limi 2 million nafar jamoat fikri tahlilchisini taklif qilib ishlatgan.
keyingi chaqlarda bu sonning texmi ko'payganligida shak yo'q. Chunki taxminan 10 million atrofidagi fidoyi Xitoy o'quvchi Xitoyning davlat ishchi sirtidagi torlarda mushu xil nazorat qilish va yolg'on uchur tarqitish vazifasini o'z ustiga olgan. Şunun bilan bir vaqtda Xitoy ozodlik armiyasining xakerlarimi Amerikaning shirkatlariga, hukumat apparatlarga, siyosiy partiyalarga xilma-xil tor hujum qo'zg'ab keldi. Tor aslida nomsizlik bilan xarakterlangan hujum dunyo bo'lg'achqa, Beijingdagi bir hacker asal o'zining tor adresini Latviya degandek joylarga o'zgartirlaydi. Bu xil ahvolda siz balkim tor hujumining qayerdan qilinganligini tepish qiyin bo'ladi deb o'ylashingiz mumkin. Lekin nurg'un ahvollarda muayyan tor hujumlarining gavdalik xarakterlari sababli hujum manbasini osonla tepib olg'ili bo'ladi. Masalan, Amerika korxona sohasidagilar yaqinda o'zlariga qilingan tor hujumlarining har kuni muayyan vaqt bo'ligida, New York vaqti kech soat 11 da, ya'ni dal Xitoydagi tushlik tomoq vaqtida to'xtab qoladiganligini, shundaqla shuningdan naq 1 soat o'tgandan keyin, ya'ni Xitoyning harbiy hakkerlari tomoqini yeb bo'lishgandan keyin dal vaqtida asliga keladiganligini bayqagan. Undaqda bu tor hujumlari qachon 12 soatdan 14 soatgacha to'xtaydi? Amerikaning sharq vaqti sahar soat 4 da, ya'ni Xitoy ozodlik armiyasining tor buzg'unchiligi guruhi ishdan tushganda. Lekin Xitoy ozodlik armiyasining nishoni intayin keng doirlik va xilma-xil. Texnikalik planlarni o'g'irlash, sanoat raqiblarini vayron qilib, g'oyat zo'r foydani qo'lga keltirishga va strategiyalik nishonlarni ishga oshirishga yordam tegadigan murakkab shamol turbinasi yoki patent huquqiga erishgan ximiyalik berikma yasashga o'xshash konkret maqsadlar uchun intayin muhim. Ammo texmi ko'p sonliq ma'lumotlarni o'g'irlash va ilxatga erishish texmi muhim bo'lib, bu orqali Xitoy zo'r miqdordagi xilma-xil uchurlarni tarqitib, o'z ta'sirini zo'r darajada kuchaytiradi. Mundaqla o'ylaganda, boshqalarning ilxat yoki uchurlarini qo'lga tushirganda qarshi tarafni qaqti so'qti qilg'ili bo'ladi. Biz bu xil ahvolni g'arbda noiti ko'p uchratdik. Masalan, yalang'och suratlar, moliya jihatdagi noto'g'ri istillarni oshkorlaydigan shaxsiy uchurlar yoki uy ichidagi nobop holatlarda tortib olingan suratlar boshqalarni o'zining diginiga ko'ndirishdagi unumlik vositalardandir. Qandaqli bo'lmasin, buningdan boshqa yana nurg'un inchka va murakkab mashg'ulotlarmi bor. Masalan, ma'lum bir zanjirsimon mehmonxonaning xaridorlarining sonliq ma'lumotlari o'g'irlansa, ma'lum bir shirkatning xodimlarining aloqalashish uchurlari xakerlik hujumiga uchirsa, bankining kredit doklati o'g'irlansa, bu materiallardan qaychilashtirib foydalangan holda ta'sir ko'rsatiladigan nishonni bekitgili bo'ladi. Bu xil usulda yana korxonaning yuqori qatlamidagi halqiliq shaxslarni aniqlab, ularning safar liniyasini iz qo'g'lab tekshirgili, qaysi shirkatlarning orasida hamkorlik mavjud ekanligini yoki qaysi shirkatni setib olg'ili bo'ladiganligini, qaysi xizmatchining iqtisodiy jihatda qiyinchiligi borligi va pul orqali setib olishni o'ylashib beqishga bo'ladiganligini bilib olg'ili bo'ladi. Bu xil usulda yana aslida bir-biri bilan munosabatsizda ko'rinadigan uchurlarni bir yerga jug'lab, harakat qo'llanishda foydalanishga bo'ladigan istixborotga erishgili bo'ladi. Shundaqla Xitoy Kompartiyasi texmi cho'nqur qatlamliq maqsadini ishga oshirish uchun shaxslar va korxonalarni strategiyalik hujum nishoni qila oladi. Yuqorqilar intayin oshqun va murakkab tuyulishi mumkin. Lekin bu cheklimsiz urush degan kitobda bayon qilingan yadroliq uqumning sharhisidan boshqa narsa emas. Mazkur kitobda aniq o'tirg'i qo'yilganidek,
tarqaq, parça uçurlarning birikmasi zamonaviy dunyodagi eng kuchli quroldir. Mazkur kitob mushu xil uchur birikmasining bombaga o'xshashla xatarlik ekanligini yo'ritishga uringan. Xitoy ozodlik armiyasiga nisbatan tor hujumi qo'zg'ab, uchurlarni qo'lga keltirish, raqamlik mina, tuyuqsiz hujum va istixborot harakati orqali g'arbni to'zoqqa dasitish va qalaymaqonlashtirish jihatda ham vayron qilg'uch, ham o'ziga nisbatan ijobiy ahamiyatga egadir. Bu xil harakatlarning muddaosi yoshirin holda tor uchurlarni qo'lga tushirib, Xitoyning amaliy kuchi va ta'sir kuchini zo'raytishdir. Men iqtisodiy urush degan babda intayin murakkab va xavflik tor ziyonkashligi harakati haqida tafsiliy to'xtalgan edim. Bu babda nisbatan kichikroq ikki misolni bayon qilaman. Ko'pchilik bu orqali Xitoyning tor harakatlarini qandoq nazorat qiladiganligidan va yomon g'arazlik ta'sir ko'rsatish harakatlarini elib bordiganligidan xabar tepib qolg'usi. Bu ikki misolning odamni shirkandirdigan tarafi shuki, Amerika bu xil ta'sir ko'rsatish harakatining ziyonkashligiga uchrab turibmi, mushundaq bir ishning yuz berayotganligini zinhor to'nib yetolmagan. Kishini tashvishlantiradigan Roy Jones vaqasi. 2018 yil 1-oyda Roy Jones ismli 49 yoshlik bir aylan Marriott mehmonsaroyining Nebraska shtatidagi Omaha shahriga joylashgan xaridorlar bilan munosabat o'rnatish markaziga ishga tushgan. U bir kuni shirkatning Twitterga yozilgan inkaslarni bartaraf qilish jarayonida ma'lum bir Tibet mustaqillik harakati guruhining o'z yozmasida Marriott mehmonsaroyining dunyodagi davlatlarni tizimga turg'izgan jadvalini naql qilganligini ko'rgan. Marriott mehmonsaroyining yaqinqi bir tekshirishning natijasi bo'lgan mazkur jadvalda Tibet Xitoyning sirtidagi bir rayon sifatida ko'rsatilgan edi. Jones Marriott mehmonsaroyining rasmiy Twitter hisobida Tibet mustaqillik harakati guruhi yo'llagan heliqi Twitter yozmasini olqishlab qo'ygan. Keyin Jones o'zimi olqishlash knopkasini basmaganligini eslay olmagan. Әні şu bir alqış, şuningdan keyingi kishini azoblaydigan va g'azablantiradigan bir qator zanjirsimon hodisalarga sabab bo'lgan. Әні şu bir alqış sabablik bir Amerika shirkati Xitoyga bo'yin ekkan. Gerçi Twitter Xitoyda cheklangan bo'lsa-mu, lekin Xitoy Kommunistik partiyasi yanada Tibetning mustaqilligini targ'ib qiladigan mazkur tashkilotning Twitter hisobini kuzatishga maxsus odam qo'ygan. Mazkur kuzatuvchi mundaq ikki ishni bayqagan. Birinchi, Marriott mehmonsaroyi qop yuraklik bilan Tibetning mustaqil ekanligiga dalolat qiladigan. Yani Tibet Xitoydan ayrim bir yer sifatida tizimga turg'izilgan tekshirish jadvalini to'rda oshkor e'lon qilgan. Ikkinchi, Marriott mehmonsaroyining rasmiy Twitter hisobi, ya'ni qop yuraklik bilan heliqi Tibet mustaqillik harakati guruhining Twitter yozmasini oshkor olqishlagan. Bu olamshumul ikki ish allakimlar tarafidan Shanxay shaharlik sayohat boshqarish idorasiga xabar qilingan. Natijada Shanxay shaharlik sayohat boshqarish idorasi Marriott mehmonsaroyining vakillari bilan aloqalashib, heliqi tekshirish jadvali va Twitter yozmasi haqida shikoyat qilgan va Wall ko'chasi gazetining xabariga ko'ra, shuninglik bilan bo'ldi qilmay Marriott mehmonsaroyini oshkor kechirim so'rashga va bu voqeaga chetishlik kishilarni qattiq jazolashga buyurgan. Shuningdan 3 kundan keyin, ya'ni 2018 yili 1-oyning 14-kuni Marriott mehmonsaroyi Xitoyning buyrug'iga binoan Jonesni xizmatdan bo'shatib etgan. Jones Wall ko'chasi gazetining ziyoratini qabul qilganda, men nima ishlar yuz berayotganligini anqiray olmayli qoldim. Shirkat bizga Xitoyga munosabatlik ishlarda nimalarga diqqat qilish kerakligini eskartmagan edi degan.
Roşanki, Marriott Mehmon saroyining rahbarlari o'z xizmatchilarini qo'g'dash yoki fikr erkinligiga kapolatlik qilish deganlardan nisivsiz kishilardir. Mazkur shirkat iqtisodiy jihatda pay egalariga mas'ul bo'lishi, ya'ni xaridorlarni qochirib qo'yib, iqtisodiy ziyon kelib chiqishning oldini olishi kerak. Buning xatosi yo'q. Ammo u o'z navbatida xizmatchi xodimlarga va davlatga qartamo mas'uliyatini ado qilishi kerak. Chunki u ana shu xizmatchilar va davlat Marriottning bugungi taraqqiyotini kapolatlantirgan. Bu vaqada Roy Jones boshqaruvchilarning naboblikning qurboni emas, balki Xitoyning ijtimoiy taratqularni nazorat qilish iqtidori va iqtisodiy ta'sir kuchining qurbonidir. Biz kelgusida shuningga shohid bo'lamizki, uning beshiga kelgan kun hamon bir kuni Xitoy doiralari yoqtirmaydigan ishdan birarni qilib qo'ygan har qanday amerikalikning beshiga kelmay qolmaydi. Futbol mastanisining xakerlarning to'zig'iga tushishi. Thomas haqiqiy ism emas. O'rta saviyadagi bir texnologiya shirkatida xizmat qiladi. Thomasning LinkedIn sahifasiga qargan har kim uning xizmat vazifasini, boshqaruvchining ismini va uning qaysi maktabni bitirganligini ko'ra oladi. Shundaqla uning Facebook sahifasiga qarganlarmi, uning qaysi sahifalarni yoqtirdiganligiga qarab, u to'g'riliq texmi ko'p uchurlarga erisha oladi. Masalan, u doim ona maktabining futbol komandasi uchun madad berib, ularning sahifasida olqish berish bilan cheklanib qolmay yana bu sahifaning ilxat adresi orqali qarorlik uchurlarini topshirib oladigan abonentmo bo'lgan edi. Bu xil qarmoqqa ushshaq-tushakda ko'rinadigan shaxsiy uchurlar damalliqqa oshkorlanib ketsimi, hech qancha xatir yo'qdek tuyuladi. Lekin yomon niyatlik Xitoy tor armiyasining nazarida bundaq materiallar o'z qo'li bilan qo'yilgan imzoga va tor shifriga o'xshashla qimmatlidir. Bir kuni Thomas ishqi berib, ilxat sanduqini ichib, o'ziga ash komandaga aloqador bir xat kelganligini payqagan. Ya'ni Google'dan uning shirkatining ilxat shakli tepilsila, uning shirkatda qaysi ilxatni ishlatadiganligini tepib chiqqili bo'ladi. Shuning bilan Thomas u ilxatni ochgan, mazkur ilxatning mazmunimi ilgari ashu komanda tarafidan avatilgan ilxatlarnikiga o'xshaydi. Ondan u xatni o'qishga boshlagan. Ilxatda bir necha quruq xat bilan bir torbatning ulanmasi bor edi. Amaliyotda bular odatdagi xat va torbat ulanmasi bo'lmasdan, torda uchur o'g'irlaydigan xakerlik to'ziqi edi. Ya'ni mazkur torbat ulanmasi xakerlar qurgan to'zaq bo'lib, Thomas ashu ulanmani bir qatim chekish orqali o'zimi sezmasdilla yomon g'arazli kodning shirkatning kompyuter sistemasiga kirishiga va Xitoy xakerlarining shu orqali mazkur shirkatning planlarini, ilxatlarini, texnikalik tafsilotlarini qo'lga tushirishiga imkoniyat yaratib bergan edi. Keyinchi shirkat doiralari benormallik ko'rilganligini his qilib, hisobot tekshirish shirkatlaridan biriga bu ishni tekshirtgan. Bu shirkatdagilar xakerlar ishlatgan liniyani bo'ylab Thomasning kompyuteriga berib to'xtagan va bu ishning haqiqatini, ya'ni xizmatchilarning torda oshkori e'lon qilgan shaxsiy uchurlar sababli makkor Xitoy xakerlarining hujum nishoniga aylanganligini aniqlab chiqqan. Oxirida Xitoy mazkur shirkatning barliq mahsulot loyihasi va xaridorlar tizimligini, shundaqla tadqiqot va taraqqiyot mevasini qo'lga tushirgan va bu uchurlardan foydalanib yangi shirkat qurgan. Tabiiyki, bu yangi shirkat uzun o'tmayla mavjudligini saqlab qilish halakchiligida qolgan Thomasning shirkatidan eshib ketgan. Yuqorida aytganimdek, bu ikki hikoya tirikchilik g'amida yurgan, ammo allaqanday sabablar bilan to'xtovsiz o'g'irlash, qo'rqitish, ta'sir ko'rsatish va tizginlash harakatining ziyonkashligiga uchragan odatdagi amerikaliklarga aloqadordir.
Agar Amerika hukumati va shirkatlari bu ishga yuksak hushyorlik bilan muomala qilmasa, bundaq ishning har bir odamning, jumladan sizningmi beshingizga kelishini hech kim to'sib qololmaydi. Qayta o'rinlashtirish. Xitoy Xalq Ozodlik armiyasi millionlarcha Xitoyni raqamlik jangga uchun tayyorlab qo'yganida, Amerika armiyasi savdo huddigarlari va lobbichilarning qo'rshavida qolgan edi. Siyosatchilarimiz bo'lsa, Amerikani Xitoy bilan bo'lgan savdoni aslidagidek davomlashtiraverishga safarbar qildi. Xuddi Amerika Avam Palatasi Harbiy ishlar komiteti raisi Adam Smithning muxbirlarga aytganidek, "Men harbiy sanoat sohasidagilarning hukumatning pulini davlat mudofaasi uchun xarjlashini umid qilishidagi sababini tushunaman. Ularmo axborot vositalariga hukumatning davlat mudofaasi uchun ajratiladigan chiqimni ko'paytirishi kerakligini aytishidi. Ammo ularning davlat mudofaa uskunalarini ko'plab setib olishni xohlashdagi maqsadi davlat mudofaasidagi ehtiyojdan bakrak ularning pulga ehtiyojli ekanligidan bo'lgan." Smithning aytganlari to'g'ri. Texmi yomon bo'lg'ini bu xil siyosiy lobbichilik va davlat mudofaasi uchun xamchot qo'lga keltirish usuli unumsiz, tashqi dunyoni xato tunishga elib keladigan bo'lishdan sirt Amerikada bo'linish va inoqsizlik keltirib chiqardi. Chunki ularning davlat mudofaasi uchun xamchotini ko'paytirishni tashviq qiladigan so'zlari Amerikaliklarni boshqa xatarlarga qarshi diqqatli bo'lishdan bexotlashtirib, nimaning navbatdagi jiddiy hal qilinishi kerak bo'lgan masala ekanligini tunib yetolmasligiga, hukumatning pulini qayerga ishlatishni to'g'ri anqiray olmasligiga sabab bo'ladi. 2009 yil qurilgan Amerika Tor bosh shtabi 2018 yili Amerika davlat mudofaa ministrligi tarafidan o'ziga qarashliq 10 birlik saf shtabining biri bo'lib bekitildi. Uning vazifasi planlash, tangshash, moslashtirish, tartib solish va harakatga qo'mondonlik qilish bo'lib, bu organ davlat mudofaa ministrligining muayyan tor uchiri harakatlariga qo'mondonlik qiladi va uni mudofaa qiladi. Shundaqla buyruqni topshirib olgandan keyin to'liq tayyorlik bilan armiyaning tor bo'shliqidagi vazifalarni ijro qilish orqali har qaysi jihatlardan armiyaning urush qilishiga yordam berib, Amerikaning va ittifoqdoshlarining tor bo'shliqidagi harakatlarning erkinligini kapolatga ega qilib, dushman tarafning bu jihatda o'ziga o'xshash harakat erkinligiga erishishni to'sidi. Qarmoqqa bundaq ahvolning bo'lishi yaxshi boshlanishda ko'rinsimi, ammo mushu xildagi plan va harakatlar bilan cheklanib qilish yetarli emas. Raqamlik munbarlarga tayindigan bugungi vaziyatni va Amerika iqtisodining ko'lamini nazarda tutganda, to'g'ri qo'g'dinishiga hammadan bak ahamiyat berish kerak bo'ladi. Amerika to'g'ri bosh shtabining o'rnini yuqori ko'tarish, uni Amerikaning quruqliq armiyasi, havo armiyasi, davlatlik dengiz charlash atirti, dengiz armiyasining quruqliqda jang qilish atirti va dengiz armiyasi qatorliqlar bilan tang darajadagi 6-armiya qilish kerak. Xamchot va odam sonimi qolgan 5 armiya bilan barobar bo'lishi kerak. Bu nuqta nihoyatda muhim. Amerika o'z korxonalari va ul muassasa qurilishlarini qo'g'dash uchun bir qancha internet armiyasiga muhtoj. Amerika tor bexatarligining muhimligi davlat chegarasining muhimligidan qilishmaydi. Hatto uningdan ustun turdi. Shu vajidan Amerikaning tor bexatarligi o'xshashla davlat mudofaa sohasining qo'g'dishiga ehtiyojli. Hatto Amerika tor sohasining qo'g'dilishi ehtiyojni davlat chegarasining qo'g'dilish ehtiyojidanmi yuqori desak bo'ladi. Elektr kuchi bo'lmasa, Amerika jamiyati palach holga tushib qoladi. Telefonga tok qachilg'ili bo'lmaydi. Kompyuterlar ichilmaydi. Elektr bilan harakatlanadigan uskunlar xizmatdan to'xtaydi.
Bankalar taqılıb qalıdı, pul chiqarish mashinasi ishlamaydi, qizil chiroqlar yonmaydi, kishilar halok bo'ladi. Bizning liderlarimiz mas'uliyatsizlarcha mablag' selish, soxta mollar, IP o'g'irliqi qatorliq masalalarda bexastalik qilgandek, tor bexatarligini qo'g'dash jihatdimi bexastalik qilmoqda. Bu masalalar doimla Amerika hukumati rahbarlari tarafidan keyingi so'rilib, nazarga ilinmay keldi. Ammo zamonaviy urush hisoblangan, bizga qartilgan bu tor urushi har kuni yuz beryotidi. Buningga taqobil turish uchun qanday qilishimiz kerak? Davomi bor. İngilizcedən Hikmətyar İbrahim tərcüm qildi. Mənbə Uyğurlar Tor jurnalının 17-ci sanından ilindi.